Endi aka uydagilar buni rosa yig'ishgandi o'sha paytlari o'zingni to'yingga ishlatamiz deb. To'yga debmi? Ha, shu kunlar ham kelibdi-da, aka uylanyapman xudo xohlasa. Ha, o'zingiz uylanyapsizmi aka? Gap yo'q, aka, baxtli bo'ling. Rahmat aka. Shu budjetda bir 100 millionlar chiqib qolsa deb keldim. O'z qimmat hisoblaysiz siz ham. Bo'ldi, aka, qimmat hisoblab beramiz. 100 Hisoblab million berasiz. bo'ldi. Ha, 100 million. Qarang, bu yerda tillalaringizni ko'rib chiqdim hammasini. Xo'p, mana brasletlaringiz, mana ajratib qo'yganlarim bor, mana bularningiz aka. Men bularni 970 mingdan qilib beraman. Ikkita tipochka vashcha zo'r ekan holati. Umuman taqachuqasi aybi yo'q ekan. Shaqilmagan ham. Xo'p, men bularningiz 950 mingdan qilib beraman. Bitta brilliant uzugingiz bor ekan. Xo'p, buni ajenda hisoblaymiz. Mana lomlaringizni toshlariga minus qilib 920 mingdan hisoblaymiz. Bo'ldi aka, o'zingiz bo'lib qimmat hisoblab bering aka. Bo'ldi aka. To'yga dedingiz, xudo xolasa aka, yaxshi narsa ekan, qimmatroq hisoblab beramiz. Xo'p, bularni aytganimdek 950 mingdan qilib beraman. 46 950 mingdan siz summasini eslab turing aka. 44 million 270 ming bo'ldi. 44 million 300 qildim buni. Xo'p, 44 million 300. Hammangizni o'zini birkasiga yozib qo'ygan. Xo'p. 13.44 bo'ldi ikkalasi. 970 dan qilib berdim buni. Xo'p, 13 million bo'ldi. Xo'p, 44 million 300 va 13 million. Xo'p, endi mana lomlaringizni hisoblaymiz. Buni aytganimdek 920 dan faqat toshiga minus qilaman. Mana bu yerda katta ko'zlaringiz bor ekan, diringizda. Mana komplektingizni ham toshlab bor ekan. Bularni ham minus qilamiz, aka. Xo'p, men hammasiga mana o'z qimmatroq hisoblab berasiz dedingiz. Xo'p, qarang, 26.08 chiqyapti. Men 25 grammga hisobladim. 1.08 olib tashladim aka toshiga. 25 gramm 920 ming. 23 million bo'ldi, plus 44 million 300 plus mana 13 million. 13 million bo'lsa, xo'p, 80 million 300 bo'ldi ekan. Bu hamma tillalaringiz. Mana brilliant uzugingizdan tashqari. Xo'p, bu brilliant uzugingizni общий vesga hisoblaymiz. Xo'p, 5 gramm ekan. 4.99 ekan. Men 1 grammini aka 100 dollardan qilib beraman. 1 million 200 dan bo'ladi. Shunda 5 grammni 1 million 200 dan ko'paytirsak 6 million bo'ldi. Plus 80 million 300 bo'lsa, hamma tillar 86 million 300 bo'ldi. Borani aka to'yanaga tekis qilib 86 million 500 qilib beraman. Rahmat aka, baraka toping. Sirazi berasizmi pulini hozir? Naqd beraman aka. Bo'ldi aka, sana bering aka. Juda xursand bo'ldim. Siz aytgan summaga yaqinroq chiqdi. 100 million chiqmadi. Maksimalli qimmat hisoblab berdim. Tak. 40, 60, 80 million bo'ldi. Demak, sizga 6 million 500 berishim kerak. 86 million 500 bo'ladi. Mana aka, bu yerda aytganimdek 6 million 500, общий 86 million 500. Rahmat aka, to'yga o'ting. Bo'ldi.